Bu hikoyani albatta oxirigacha tinglang va layk bosishni unutmang. Temur Maykning ibrat olishga arziydigan hayoti. 1966-yil, Nyu-Yorkning Bruklin tumani. Bu yerda qashshoqlik, jinoyatchilik va zo'ravonlik oddiy hol edi. Shu muhitda Michael Gerald Tyson ismli bola dunyoga keldi. Maykning bolaligi oson kechmadi. Otasi oilani tark etdi. Onasi esa 3 farzandni yolg'iz katta qilishga harakat qilardi. Uyda pul doim yetishmasdi. Mayk bolaligida katta, kuchli bola emas edi. Aksincha u tortinchoq va jimjit. Mahalladagi bolalar uni ko'p masxara qilishar, urushar edi. Bir kuni mahalladagi bezoralar uning juda yaxshi ko'radigan kaptarini ushlab, ko'z o'ngida o'ldirishdi. Hikoyalarga ko'ra, aynan shu voqea ichidagi g'azabni uyg'otgan. Shundan keyin Mayk ko'chada janjallarga aralasha boshladi. 13 yoshga yetguncha o'nlab marta politsiya tomonidan ushlangan. Ko'pchilik uning kelajagini oldindan aytib bo'lgandi. Bu bola yo qamoqqa tushadi, yo ko'chada halok bo'ladi. Ammo taqdir boshqa rejani tayyorlab qo'ygandi. Mayk voyaga yetmaganlar koloniyasiga tushdi. Voyaga yetmaganlar koloniyasida Maykning mushtlashayotganini ko'rganlar uning g'ayrioddiy kuchga egaligini sezishdi. Shunday qilib u afsonaviy murabbiy Kus D'Amato bilan tanishdi. Kus boshqa murabbiylarga o'xshamasdi. U Maykdagi nafaqat kuchni, balki og'riq va g'azabni ham ko'rdi. Kus unga uy berdi, ovqat berdi, tarbiya berdi va eng muhimi unga ishonch berdi. Mayk keyinchalik shunday degan: Kus menga odam bo'lishni o'rgatdi. Kus Maykka qo'rquvni yengishni, intizomni va chempion kabi fikrlashni o'rgatdi. Soatlar, mashg'ulotlar, qattiq rejim, yillar davomida etgan mehnat. 1985-yil Mayk professional boksga kiradi. Uning janglari dahshatli edi. Raqiblari birinchi raundning o'zida yiqilib qolardi. Tomoshabinlar hayratda edi. Bu yigitning tezligi ham, zarbasi ham odatiy emas edi. 1986-yil 22-noyabr Mayk Tyson Trevor Berbickni mag'lub etadi. U atigi 20 yoshda edi. Shu bilan tarixdagi eng yosh og'ir vazn chempioniga aylanadi. Dunyo yangi qirolni topgan edi. Maykning mashhurligi portlash kabi tarqaldi. Millionlab odamlar uning janglarini tomosha qilardi. Reklama shartnomalari, televizor chiqishlar, katta gonorarlar, pul oqimi to'xtamasdi. U $100 million ishlab topdi. Hashamatli uylar sotib oldi. O'nlab qimmat avtomobillar xarid qildi. Hatto uyida Bengal yo'lbarslarini ham boqar edi. Lekin tashqaridan mukammal ko'ringan hayot ichkaridan yemirila boshlagandi. Mayk uchun eng og'ir zarba pul yo'qotish emas edi. Eng og'ir zarba Kus D'Amatoning vafoti bo'ldi. U otasini erta yo'qotgan edi. Endi esa unga haqiqiy ota bo'lgan inson ham ketdi. Shundan keyin Mayk atrofini noto'g'ri odamlar o'rab oldi. Pul ko'paydi, nazorat kamaydi, intizom yo'qola boshladi. Mashg'ulotlar avvalgiday emas edi. Hayot asta-sekin izdan chiqayotgan edi. 1992-yilda Tyson zo'rlash ayblovi bilan sudlandi. U ayblovni rad etgan bo'lsa-da, sud uni aybdor deb topdi. Natijada qamoqqa hukm qilindi. Bir vaqtlar dunyoning eng qo'rqinchli bokschisi qamoqxona kamerasida o'tirardi. Bu uning hayotidagi eng qorong'u davrlardan biri edi. Qamoqqa chiqqach yana ringga qaytdi. Yana millionlab ishlab topdi. Ammo muammolar davom etardi. Noto'g'ri moliyaviy qarorlar, hashamatga haddan tashqari pul sarflash, atrofdagi ayrim insonlarning undan foydalanishi. Natijada pullar asta-sekin yo'qola boshladi. 2003-yil dunyo shokka tushdi. Mayk Tyson bankrotligini e'lon qildi. Bir vaqtlar yuzlab millionlar ishlab topgan inson katta qarz ostida qolgandi. Ko'pchilik shu yerda tugaydi deb o'ylaydi, lekin Mayk yana bir bor hammani hayratda qoldirdi. Bu safar ringda emas, hayotda. U o'z xatolarini tan oldi, psixologik muammolar bilan ishladi, yomon odatlarini tark etishga harakat qildi. Intervyularda o'zining eng katta dushmani o'zi bo'lganini tan oldi. Yillar o'tib odamlar undan boshqa Maykni ko'ra boshlashdi. Mayk Taysonning hayoti bizga bir narsani o'rgatadi. Qashshoqlik insonni sindirmaydi. Boylik ham insonni buyuk qilmaydi. Insonni buyuk qiladigan narsa yiqilganidan keyin yana turish qobiliyatidir. Mayk 2 marta g'alaba qozongan. Birinchi marta ringda, ikkinchi marta esa o'z hayoti ustidan va ko'pchilikning fikricha ikkinchi g'alaba birinchisidan ham buyukroqdir. Bu hikoya bizga faqat oddiy insonlar emas, hatto mashhurlar ham adashishini ko'rsatadi. Mashhurliklarning sababi esa taslim bo'lmaganlaridir. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.